Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Assalomu alaykum. Nimalar? O, topdingmi? Ha. Bitta joyda istayotgandik, endi yetam reklama olib qoladigan bo'ldi. Jigar bilan. O, jigar Andijonda yaxshi bilar ekan. Jigar? Ha. Yillar ko'p kelgan ekansizda. Jigar har oyda keladigan joy bor ekan. Mashetmi? Ha? Ichaya. Aslida oydan purilganmiz sanki. Ha. Begim ham kelganmi? Toshkentga olib keldik ama. Bo'ston tarafdamiz qadrdonlar. Bugun mana shu videoda oxirigacha ko'rsanglar. Birinchi o'rinda. Nima? Ha. Qaytib ko'ramizda. Birinchi o'rinda bitta narsa bor. Aytib ko'raylik mana shu videoda. Jabborani oldiga ketyapti, surpriz qilib. Videoni ko'rib qolmasanglar, aytib qo'ymanglar faqat. Juda ko'pchilik ketyapmiz. Ikkinchi o'rinda Farg'onada yo'q bitta ovqat bor. Farg'onada yo'q bitta ovqat bor. Jabborali ham doim nima qilardi mana shu ovqatni bizda yo'q deb. Hozir jigardan so'rasam, qo'qonda ham yo'q ekan. Mana shu videoda ko'rsatamiz. Andijonda, andijonliklar biladi, atala bor. Juda bir zo'r ovqat, kuchli ovqat, atala. Shu ataladan jigarga nima qilib ko'ramiz. Qaqib qo'ymaydi. Qo'yib qo'yamiz. Hoppa. Bittada nima bo'ldi? Topdingmi? Topa olmaysiz deysiz menga? Ha, beri tanishgan o jigarni. Mana. Mana. Sog'lom avlod degan, sog'lom turmushmi? Ha, sog'lom turmush ekan. Shunday ekan. Hamma taniydi ekan-a. Siz nima siz apirasiz, tog'a? Bo'pti. Gap? Nima? Siz hamma tanaveradi bu yerda. İşte uyu, ana uyu. Kim uyu? O'shayni. Nimasi? Jalil uyimi? Ha. Mana. Mana. Necha yildan beri kelasiz bu yerga? Yitcha qoladi, xudoolasa. Yo, siz necha yildan beri kelasiz? 6 oy bahali, 6 oy kelaman keyin bo'ldi. Yo, siz kelishingiz qanchadan beri deyapman? Men uylanib 5-6 yildan berimi? Ha. Beni 6 oy bana anaqa bitta uy. Mesela qandashimiz bor biz. Hetta. Ha, ona shu uyda nariga siz qandashimiz. Bitta xolam bor. Somsa sotib, ajinagina o'tiradi. Yo, somsa sotmaydi. Qadrdonlar, jigar doktorlardan kasal chiqargan ekan. Diqqat qiling. Sog'ligingiz yaxshimi desa, soqchon keldingizmi deb 20 tasman gaplashgan bo'lsa hammasi taniydi ekan. Maza qo'rasizlar, jigar bilan gaplashsanglar, Baqa? Baqami? Ha, baqda. Endi nimaga qarab ketyapmiz? Jabboral treytiga juda ko'pchilik ketyapmiz lekin. Hozirligini nima qilishimiz kerak endi? Jigar? Nima? Baqda ham bor-ku, yo'q, bor-ku. Qada? Baqda. Yo, biz baq. Mashaqa chiqitamiz, to'g'rimiz. Mashaqa qilsa oson bo'ladi. Ha. Siz bilasizmi, hamma yo'qda-chi? Bağda yürse, bağda yürse bağda olur. Farg'onaliklar bağda dedi-yu. Farg'onalikmisiz desa nima dedingiz? Yo'q.
Ya. Qo'qtepadanman deysiz. Farg'ona deysiz, Andijonga kelganda Farg'ona deysiz. Farg'onada yurganingizda Qo'qonlikman deyverasiz. Endi kamardan naqas taqib olaylik, jigar. Bizga osishlar zarilmas hozir. Bitta Xorazmdan ko'pchilik kelar ekanda. Bitta Xorazmdan keladigan aka qancha oldi? 18 millionlik dori olibdimi? 18 millionlik dori oldi. Oddiy. Mana jigar dorisiga o'xshaydi ekan, mana jigar dorisiga. Faqat jigar dorisi bittasi bir pachkasi 600 ming ekan. 600 million dahsasa 500 qancha dedi? 590 misol. Ya 590 ga bormaydi ekan. 580 mi? 570. Ashnaqa ekan. Ashnaqada shirin ekan. Ya biz. Bu. Mashnaqadan mahincha oldi. Salafonda o'g'li bemorlar Alloh sog' bersin. Voq qo'ylar. Hali odamni ne qarab sal nima bo'ldim. Endi qaraganda topish tutishiga qaraganda nihoyatda ko'p qimmat dori oldi. Endi ash dorilarni tuzalib ketsin, ash bo'laymi? Xorazmdan endi bu yoqqa kelish oson emas, shuning uchun ko'p olar ekanda, 1 yillik davoladi shekilli-da. 1 yillik ham ko'p, lekin u chan 3 xil 4 xil ichadi shekilli-da dorini. Atal ichamiz endi, nima bo'lsa atala. Ash atalarni sizga ko'rsataman. Farg'onaliklar ko'rib turgan bo'lsanglar, ko'rsatamiz. Atala nima borganda atala o'qatgan nima o'zi gap? Atala zo'r o'qadi. Masaba bor bizning qishloqda, masaba. Ashi mastavezi originali bo'ladi atalar. Mastavada guruch bor-ku, u qo'y yog'i, jigar, qo'y go'shti, mol go'shti aralashtirilgan, qaynatilganda haligi suvi qo'yoq bo'lib ketadi, sumalakka o'xshab. Ashi ichida go'sht bo'ladi. Bir chini ichib olsangiz shunaqa qilsangiz, u yozda bo'lmaydi lekin. Yo'q. Faqat qishda bo'ladi. Yozda anaqangiz xoliqtirib beradi-da. Ham oshxonalarda ham topilavermaydi, milliy taomlarda bor. Ashinga bir chinidan ichamiz. Bir chini sabok olamiz Jabboraliga. 4 kishi, 5 kishi ichishadi dedi. Ataladi. Asli shuncha Andijonda yurdi atalar. Atalarni nima qila olmadik, mana shunga ichira olmadik. Endi olamiz shekilli. Bu safar jigarga naqmasam bo'lmaydi. Hozir jigarga ichirsak Oqtepaga borib yana keyin atala qililadi oshxonalarga kelib. Svetoforlar ham joyga tegdi. Hozir meni shukur jalabini oylik beri ishlar qildi. Ha, mashidanmi? Sizga. Yana nimazda adiri bor. Ishlarga 2-3 keldim işte. Tap. Nima qildim? O'tirdim. Ish yo'q menda, endi men ketdim dedim. Bemalol nima xiyonat hamma narsasida aralab, tozalab bosib berdim, dedim. Ketdim deb baqara. Ha, bog'ida ishladingizmi? Ha, вообще hozir mazasi yo'qli dahsas hozir. Hammasi pul berdimi? Ha? Buncha 4 million beraman, kel dedim. Oyiga 4 millionmi? Ha. Men uchun asu. Sizga hozir. Men ada g'izotda ishlamay 300 ming, 400 ming nima tushiramiz fond. Kuningizga. Ha, fond. 10 milliondan osh topadi-da. Ada nima qilib qo'yaman. Keyin bag'da 2 millionni bag'da siraman. Hozir men bittasidan oldim men. Endi yaxshi. Bittasidan. Nima hozir men bitta yozin etdim. Endi bir oydan keyin kelasizmi yo 15 kundan keyinmi? Ikkita ichamiz.
shu nimasidan. Yo, bir oyda kelasiz, no? Ha. Endi yana kelganingizda telefon qilasiz menga, bo'ptimi? Yangi bozorga tushganmiz. Yo'q, qo'y. Yo'q, qanaqa qilib yurmangda, qiynalib. Yangi bozordan siz 80 ming gap kelib qo'yamidi? Вообще olsam bak. Ne aytib qo'yibdi? Bo'pti, shopir necha gap kelib qo'yadi? Bir xil 80 ming. Yo'q, hozirda nimasi 80 ming. Bizin. Qaranglar, qadrdonlar. Endi menga telefon qiling, bo'ptimi? Men uzoqda bo'lsam ham mashinadan men mashinaga chiqarib olaman. 80 mingga mana yangi bozor, mana hech qancha qolgani yo'q. U yerda avtovokzal bor. Shu yerdan hozir hisoblasa 5 kilometr ham chiqmayapti. Obor 5 kilometr, 6 kilometrdir, nima? Mana to'g'ri bitta ko'cha o'zi mana bo'lmadi udi. Udini svetofordan to'g'ri chiqsa Bo'stonga hech qancha emas ekan u banasi. Bitta taksiga aytsa 16 ming bo'ladi, rosa bo'lsa. 80 ming gap chiqib qo'ygan ekan o'tgan safar. Siz bu yerda piyoda ham yuribsiz, jiga? Ha. Nima qildim? Yurib. Chetini o'tdim ichida nima qildim? Sizga hozir men nimani ko'rsatib beraman. Damazlarga chiqishdi. Keyingi safarga. Qo'qqisga. Ashida 11 damaz bo'ladi. Avtovokzaldan ko'chatisiz. 11. Bor. Asha 11 ga chiqsiz. Baqirib ketadi. Ha, o jitcha yurasiz xolos-da. Hali ko'chaga 100 metr kirasiz ashunda. Tot yongani ko'rdingizmi? Asha kamarga uradida, men uni taqib olish kerak. Yo'q, men. Yo'q, sizga emas, meni uradi. Siz oldingizga borib kelmaydi, ish tarafda qoladi. Stradmoni yo'l deb. Ha, odam emas ekan. Bor, hoji onalar. Buvalarda so'rab qo'ying. Hammalarda, hammasida. Ha, videoda. Yo'qmi? Ustamjon ammalari. Yustamjonning amalari. Buvalari. Nima? Hoji onalarni so'rab qo'ying. Bo'pti? Bu men bilan ketaman deb aldab, Mirsat ekanman ketyapti mana qadrdonlar. Aka bo'ldi. Shunday ishlagan keldilar, qo'yavering desam, insonlar berib ketishyapti. Shunaqa bular. Oqtepaliklarni Yaxshi insonlar. gapi yo'q, Oqtepaliklarga, obunachilar nima bo'lyapti hammalarga? Hamma keldi bo'lyapti. Yo'q, salom aytyapti jigar hammalariga. Endi hammalar salom aytmasa ham bo'lmaydi. Kecha o'tirdim. Hamma bilan gaplashib o'tirgan kecha. Hammasida o'tirdim. Hammalarga salom aytmasa bo'lmaydigan hammalarda, Rustam akam hammalari. Qancha bo'laveradigan hammalar. Zo'r. O'sha zo'r deyapman mana yomon gap. Zo'r aka. Bu hammalar hozir yomon xotinlar bo'layotganini o'yladi hozir. Zo'r aka. Dahshat. Ko'z emas. Havas qiladi. O'tirdim. Kecha bizga bordi-yu, gaplashib o'tirishgan. O'zi Rustam akam o'zi yaxshi odam-da. Yaxshi chiqishadi ayollar bilan. Bunday qarasam, bunday qilib o'tiryapti haligi. Kishilar o'tirganda chordana qilib o'tirasiz-ku. Bunday qilib o'tiryapti, bunday. Bunday qilib. Baqay. Shunday qilib o'tirdimi, o'sha nimaga ayollar bilan chiqishyapti deganida u. Qadrdonlar mana Mirsat ekan, hamma Oqtepaliklar kelgan. Ondan sonra treysiga duo qilib qo'ydilar. Juda yordam zo'r berib ketishyapti. Kim o'qasan ekan? Haligina Kamas kelib ketdi. Yigina? Necha pul ekan? 1 million. O metallar-yu. Yo, yaxshi ekanmas. Men Kamas o'tiramiz dedi, 1 million 2 mingdan 1 so'm kam yo'q. Men Muroverda tashib. Balki bu ham qimmatdir, balki bizga ozor bergandi. Buni Shukrullo aka sizlarga birovchi gaplashib beryapti. Xo'p, Постоянно bo'lsa. rahmat akalar. Qandolar sog' bo'lsin yana bir bor. Ularga shukur.
chiqing. Mana shunda ko'rishamiz. Akalar yaxshi bo'linglar. Rahmat. Yaxshi edi oila, sog' bo'linglar. Jigar biri chiqib olsin, orqa chiqib olsin. Abdurahmonga salom ayting, tabriklar qo'ying. Sog' yo'q. Sog' bo'linglar, yaxshi edi oila. Charchamaydi. Quvvat sizlarga, charchamaydi. Adashmay aytolinglar. Miyallashmang. Indamay keting. Yo'qlar achlar. Yo'qda. Baba men qarab o'tirmadim, men sizdan avval. Ashuni aralashmaganman. Bakuri. Qo'ylarimni olib qo'ydi. Qo'zchog'i yo'qmi? Bor, orada. Hali 2,5 millionligi qaysi? Mana qo'zichoq. Mana orada. To'g'ri, o'sha 2,5 millionlik tushamiz. Qaysi biri? Ha, bo'ldi endi. Qo'chadi oldi deydi. 2,5 millionga beraman dedilar. Orada aytdimmi? Hali kichkina nima yo'q? Yoshligida Sog' bo'linglar. qo'ydi arzonligini, nimaga arzonligini ham aytaymi? Yoshligida kasal bo'lgan ekanda, ancha azob chekkan ekan qo'y. Koronavirusmi? Ya koronavirusmi bilmadim. Bak. Ey! Ba o'yin hozirdan 50 metrdan tashyapti. Mazaqa. Men chiqib olaverishim kerak edi. Deb bir sayt ekan bilan bir sayt ekan qarang, men orqangizdan ko'ryapsiz. Mana shu yerda adashyapsiz, cho'g'lik. Nega emasda? Men adashmay yetib olayapman siz. Kas qolavering. Bo'lmasa 6 kunga keluvdingiz-ku. Qololmaydi bu bolalar. Ashulalarni qilib boraman, video Video ko'rsatib qo'ydi-ku. O travertili oldi terasga uyni ko'ryapsizmi? Gazlar vajan. Shu uy bizniki. Ha, ashda qolyapsiz. Teplisida limon bor. Mana shu bemalol kelaverasiz aka. Akamiz ati nima? Shuhrat aka. Shuhrat aka, rahmat, Alloh Ashad rozi bo'lsin. obunachimiz. Oilaviy. Juda xursand bo'ldim mana shu videoda ko'rib. Eng qizig'ini aytaymi? Gapingiz bo'ldimi? Tog'ani mahallasidan. Assalom. Ha, o'zimiz Tog'ani mahallasidan. Shuhrat aka mana. Tog'ani mahallasi narada? O'sha naryoqda. Yo'q-a? Ha, bitta joyda, bitta mahallada. Ancha yaxshi odam ekan. O'sha itlar yaxshi odam shekilli deyapti. Ha. Vay, rahmat. Rahmat, zo'r ish qilibsiz. Endi qatnash qiyin. Men uyga borganda kunduzda bunday isinib chiqa oladigan joy bo'lishi kerak. Bunaqa qishki kunida yaxshi bo'lib. Bo'lmasa biz qaytaylik. Rahmat. Sog' bo'ling, boringizga shukr. Olamga sig'mas dardim, ichim to'ldi. Orqa fon. Otasi urganlar. Mayli qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab turinglar, jigarlar, endi ozmi ko'pmi shu tezroq bitiraylik endi qadrdonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.